Faqat bir kun 18-iyul shanba kuni Ideaning O'zbekistondagi barcha filiallarida aksiya bo'lib o'tadi. Faqat bir kun 18-iyul yozning eng qaynoq chillasida naqdga ham 12 oyga ham bomba taklif. Texnikalar naqdga 999 ming so'm bo'lib to'lashga 12 oyga atigi 83.250 so'mdan. Video oxirida konditsioner narxlarini ham aytamiz. Bunday narxni boshqa joydan topa olmaysiz. Qayerda deysizmi? Barcha viloyatlardagi Idea do'konlarida kommentariyada o'z shahringizni yozing yoki mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Faqat bir kun 18-iyul shanba kuni Ideaning O'zbekistondagi barcha filiallarida hech qayerda yo'q narx 170 litrlik Cleo sovutgichi endi bor yo'g'i naqdga 999 ming so'm yoki 12 oyga 83.250 so'mdan. Bunaqa narxni ko'rib, bozorchilar ham, optimchilar ham hushidan ketadi. Buni ko'rib, yugurib kelasiz. Istalgan xonangizga mos 32 kunlik Smart TV ham 12 oyga atigi 83.250 so'mdan. Naqdga esa atigi 999 ming so'm. Optim narxlardan ham arzon narx bu. 43, 55, 65, 75, 85 liklari ham aksiyalar bor. Ishonmaysizmi? Hammasi rost. Ajib smartfoni iPhone smartfoni ham 12 oyga atigi 83.250 so'mdan. Yana mashhur Samsung Galaxy A17 esa 12 oyga atigi 249 ming so'mdan. Ertalabdan kelib olib ketish vaqti keldi. Avtomat va pul avtomatlarga ham bir kun aksiya. Ular ham shunaqa narxdami? Ha, 7 kilogramlik Premier 12 oyga 83.250 so'mdan. Men naqdga olaman desangiz 999 ming so'm. 1 million ham emas. Bir kunda kelib barcha kuyuvish mashinalarini LG, Samsung va boshqalarini kelib 12 oyga olishingiz mumkin. Mikrovolnovka Goodwill ham 12 oyga atigi 83.250 so'mdan. Samsung changyutgich ham 12 oyga atigi 83.250 so'mdan. Cooler Goodwill ham 12 oyga atigi 83.250 so'mdan. Bundan tashqari do'kondagi istalgan texnikani bir kun 12 oyga olish mumkin. Chillada konditsionersiz chidab bo'lmaydi. Kuchli 12 zimonli Arctic inverter konditsioneri 12 oyga atigi 333.250 so'mdan. Issiq yozni salqin o'tkazing. 9, 12, 18, 24 barchasi har xil aksiyalar bor. Basseynlar ham bor. Aksiya kuni kelib olishingiz mumkin. Aksiya faqat bir kun, shanba kuni 18-iyul kelish kerak va ulgurib qolish kerak. Ulgursangiz, yaqinlaringiz va qarindoshlaringiz bilan siz ham keling. Shoshiling. Barcha do'konlar ertalab 9:00 da ochiladi va so'nggi mijozgacha ishlaydi. Tovarlar juda ko'p, lekin ularning soni cheklangan. Nasib qilsa, siz ham olasiz. Sizni 18-iyul kunlari Ideaning barcha do'konlarida kutib qolamiz.